Bugun matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Wow, mana. Faqat hech kimga hop. Tushundim. Hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay, let's go. Nima bu? Qo'rqma, bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysanmi? Ha, albatta. Ana ketdik. Rus tili darsidan yordaming kerak. Qalpoq qilib tashiyman. Nachili. Baxtiyor, ingliz tilini o'rgat. Okay, my friend. Go. I'm ready. Baxtiyor, matematikadan qiynaldim. Istasang kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor. Uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham beliga tepdinglar. Shunaqa ham ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobur, kitoblardan ehtiyot bo'lib foydalan o'g'lim. Xo'p bo'ladi oyijon. Baxtiyor bizga o'rgat. Xo'sh. Endi bildim. Kerakli 5. Nima? Qani Yulduz? Qizimmisan? Bilmadik. Yo'q, bunday. Tushundim. Rahmat. Bugungi futbolda tushgan rasmlarimizni tashla. Hozir ko'rasan qanday futbol o'ynaganimizni. Gol uraverib charchadik. Raqib jamoada futbol o'ynashni biladigan tuzukroq bola yo'q ekanda, unaqada. Nimalar deyapsan? A sinfdagi bolalar hali hech kimga yutqazmagandi. Birinchi bo'lib biz yutdik ularni. Bo'pti. Planshetingga qara. Ana xabar keldi. Buni qara, Farhod juda kulgili dumalabdi. Nima deb yozibdi? O'yinning eng sharmandali yiqilishi deb yozibdi. Nega xabarning oxiriga qavs belgisini qo'ygan? Bu qavs emas, tabassum belgisi. Matematik belgilar tirjayish belgisi bo'lib ketdimi? Qanaqa matematik belgi? Nima sizlar hali matematikadan qavslarni o'tmaganmisizlar? Yo'q, hali bunday mavzuni o'tmadik. Hay mayli. Keyin bilib olasan unaqada. O'rgatmasang bo'lmaydimi endi? Nega? Bilgim kelyapti. Hozirdan bilib nima qilasan? Vaqti kelganda ustozing o'zi o'rgatadi. Darsga tayyor bo'lib borishni istayman chunki. Endi aytib bermasang bo'lmaydi. O'zi sen bilan biror mavzuni shunchaki gaplashib bo'lmaydi. Bir zumda o'rgat deb turib olasan. O'zing aybdorsan. Endi tushuntirib ber. Yana nima ham qilardim axir? Qavsli masalalarda eng birinchi va o'zgarmas qoida bor. Unga ko'ra doimo birinchi bo'lib qavs ichidagi amal bajariladi. O'zi qavsli masalalarda nima o'zgaradi? Qavsli ifodalarda amallar tartibi o'zgaradi. Masalan, biz ko'rib turgan ushbu masaladan qavslarni olib tashlasak, 125 dan 24 ni ayirish, hosil bo'lgan songa 63 ni qo'shish va undan hosil bo'lgan songa 57 ni qo'shish kerak bo'ladi. Ammo orqaga qavs tushishi bilan amalni bajarish tartibi umuman o'zgarib ketadi. Va yuqorida aytilgan qoidaga ko'ra, endi birinchi bo'lib qavs ichidagi amal bajariladi. Keyin qolganlari doimiy ketma-ketlikda bajariladi. Ya'ni biz ko'rib turgan masalada avval qavs ichidagi 24 ga 63 ni qo'shib, undan hosil bo'lgan sonni 125 dan ayirish, qolgan sonni oxiridagi 57 ga qo'shish kerak. Shunaqami? Xuddi shunday Bobur. Juda to'g'ri tushunibsan. Shunday qilib masalaning javobi aniqlanadi. Xo'sh, endi ushbu masalaning javobini aytchi. 24 qo'shuv 63 barobar 87. Endi 87 ni 125 dan ayiramiz. Javob 38. Endi 38 qo'shamiz 57. Javob 95. Barakalla Bobur.
Sen qavs ifodali masalasini to'g'ri bajarding. Kel endi senga kitobdan savol beraman. Mayli. Buning uchun kitobingni olib, mundarijadan qavs ifodali masalalar bo'limini top. Zumrad birinchi haftada 220 betli kitobning 120 betini, ikkinchi haftada esa qolganini o'qib bo'ldi. U birinchi haftada ikkinchi haftadagiga qaraganda necha bet ko'p kitob o'qigan? Endi buni qanday bajaramiz? Hozirgina tushundim degan kim edi? Tushunishga tushundim. Lekin o'ylab qarasam, men faqat qavsli ifodalarda birinchi bo'lib qavs ichidagi sonlar masalasi yechilishinigina tushunibman. Ha, tushunarli. Shuni tushunganing ham katta gap aslida. Endi sen bilan ushbu mashqni qanday bajarishni o'rganamiz. Avvalo masala shartini tushunib olishing kerak. Masala nima haqida ekanligini tushundingmi? Ha, Zumrad birinchi haftada ikkinchi haftaga nisbatan necha varaq ko'p kitob o'qigani haqida ekan. Yo'q, bu yerdagi masala aynan kitob haqida. Zumrad 220 betli kitobning 120 betini bir haftada o'qib bo'lgan. Qolganini esa ikkinchi haftada o'qigan. Sen ikkinchi haftada qancha kitob o'qiganligini aniqlash bilan savolga javob topasan. Buning uchun ma'lum va noma'lum raqamlarni topib olishing kerak. Menga raqamlar kitobining umumiy 220 varaq ekanligi va bir haftada uning 120 varag'i o'qib bo'lganligi ma'lum. Ustozimiz matematika fanidan masalalarni yechishda qisqa sharh yozdirar edilar. Kel biz ham shunday qilamiz. Ajoyib fikr. Avval kitobning umumiy betlari soni, keyin o'qilgan betlar soni, keyin noma'lum o'qilgan betlar. Qolganini o'zing tushuntir endi. Avvalo ikkinchi haftada necha bet o'qiganligini aniqla. Buning uchun o'qib bo'lingan betlar sonini umumiy betlar sonidan ayirasan. 220 ayiramiz 120 100. Mana, demak ikkinchi haftada 100 bet o'qilgani kelib chiqmoqda. Endi birinchi haftada nechta kitob o'qiganligini aniqlash uchun 100 ni 120 dan ayiramiz. Javob 20 bet. Barakalla. Buni ham to'g'ri bajarding. Xo'sh, charchamadingmi, Bobur? Yo'q, hammasi tushunarli bo'ldi. Buning uchun ortiq vaqt sarflab, qaytadan tushuntirishning keragi yo'q. Unday bo'lsa, keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masalaga? Ha, nima bo'ldi? Yo'q. Shunchaki biz sen bilan tepalikka chiqib, u yerda o'ynamoqchi edik demoqchi edim. O'yin qochib ketmaydi. Lekin qimmatli vaqting qochib ketsa, qaytarib ola olmaysan.